Hozirgi havoda hamma so'qoqqa borib piknik qilib tandir somsalayotgan bir vaqtda men o'zim uyimda haqiqiy piknik atmosferasini yaratdim. Kelinglar, bugun somsa yopishni o'rgataman. Demak, oldindan tayyorlangan xamirlarimizni olib, bir yo tomonini videoda ko'ringandek yopib olamiz va bir xilda shu ko'rinishda yoyib chiqamiz. Nachinkasi xohishga qarab. Tugishga kelganda ochiq joyini qoldirmasdan chiroyli qilib tugamiz, tuxum suramiz, sedana va kunjut bilan chiroyli qilib bezatib olamiz. So'ng tandirga o't yoqib, yaxshilab oqartirib, cho'g'ini o'rtaga yig'amiz va somsalarni yopishdan oldin tandirda hamma yog'iga suv urib chiqamiz. Endi eng muhimi somsalarni orqasiga oddiy suv emas, nomako'p suv tayyorlab yopish jarayonida somsalarni orqasiga surtamiz va tezlikda hammasini yopib chiqamiz. Yana bir bor qo'limiz bilan suv sepib, tandirning og'zini yopib qo'yamiz. Orada qarab turasizlar, tez qizarib ketmasin, ichlari pishib olishi kerak. Endi qizargan somsalarni birin-ketin uzib olamiz va dasturxonga tortamiz. Men tandirda somsa yopolmayman deb bahona qilmanglar, chunki men ham hech qachon yopmaganman. Hech kim yordamsiz tavakkal qildim. Birinchi martada o'xshadi va ko'rib turganlaringdek bu 3-urinishim. Albatta tayyorlab ko'ringlar, o'zingizlarda xohish bo'lsa bo'ldi. Fikringlarni izohlarda qoldiringlar. Sizlarni kim somsa yopib mehmonga chaqirishni xohlardinglar, o'ziga jo'natib qo'yinglar. Hammaga yoqimli ishtaha, kamchiligiga ko'z yumaslar degan umiddaman.